Amerika Xitoyning ikki cho'ng shirkatini Xitoy armiyasi bilan hamkorlashgan shirkatlar tizimligiga kirgizdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Xitoyning eng cho'ng texnika shirkatlaridan Tongxun bilan Ningdo davrini Xitoy armiyasi bilan hamkorlashgan shirkatlar tizimligiga kirgizgan. Ündidarning bosh shirkati bo'lgan Tongxun Xitoydagi eng cho'ng uchur aloqa texnik shirkati hisoblanadi. Reuters agentligining 6-dekabrdagi xabarda aytilishicha, yuqorqi ikki shirkatning qor tizimligiga kirgizilishi Amerika bilan Xitoyning munosabatini texnik jiddiylashtirdi deb qaralgan. Amerikaning Tongxunni cheklaydiganligi oshkorlangan hamon bu shirkatning pay cheki 7,3% tushib, bozor qiymatidan 35 milliard 400 million dollarni yo'qotgan. Xitoydagi eng cho'ng batareya yasash shirkati bo'lgan Ningdo davrining pay cheki 2,8% tushib, bozor qiymatidan 4 milliard 400 millionni yo'qotgan. Bu ikki shirkatning prezident Donald Trump vaziyat topshirishdan ilgari jazo tizimligiga kirgizilishi zo'r diqqat qo'zg'agan. Mazkur shirkatlar buning bir xatolik ekanligini, Amerikaning uni darhol tuzatish kerakligini, bo'lmasa ariz sundiganligini bildirishgan. Xabarda aytilishicha, hozirgacha Amerika taraf Xitoy armiyasiga xizmat qilgani uchun cheklama qo'ygan Xitoy shirkatlari 134 ga yetgan. Bu shirkatlarning ko'pinchisi Xitoyning harbiy sanoat va texnika ishlariga chetilgan cho'ng shirkatlar bo'lib, Amerika ularga mablag' solishni cheklagan.